Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi va Koreya Respublikasining Kyonsan-Namdo provinsiyasi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi do'stona munosabatlar yil sayin mustahkamlanib bormoqda. Jumladan, Migratsiya agentligi va Koreya Respublikasi Kyonsan-Namdo provinsiyasi o'rtasida malakali ishchi kuchini tayyorlash va yetkazib berish bo'yicha hamkorlik memorandumini imzolanishi ham so'zimizga isbot. Mazkur kelishuv ikki mamlakat o'rtasida ishchi kuchini tayyorlash va samarali mehnat munosabatlarini yo'lga qo'yishda yangi bosqichni boshlab berishi bilan ahamiyatlidir. Bu hamkorlik O'zbekiston fuqarolari uchun yangi ish o'rinlarini yaratish, ularning kasbiy malakasi xalqaro standartlar darajasida oshirish va mehnat huquqlarini to'liq ta'minlash imkonini ham beradi. 이번에 저희들이 우즈베키스탄을 방문한 목적은 크게 두 가지입니다. O'zbekistonga tashrif buyurishdan ikkita asosiy maqsadimiz bor. Birinchisi O'zbekistondagi korxonalar bilan do'stona hamkorlikni rivojlantirish. Ikkinchisi esa Migratsiya agentligi bilan yuqori malakali kadrlar almashinuvi dasturi bo'yicha kelishuv imzolash. Shu vaqtga qadar Migratsiya agentligi bilan hamkorlikda ko'plab malakali ishchilar Koreyadagi sanoat sohalariga yuborilib, ular hozir sidqidildan mehnat qilishmoqda. Buning uchun Janubiy Koreya hukumati va Kyonsan-Namdo rahbariyati nomidan mamlakatingizga minnatdorchilik bildiraman. Kelgusida ham O'zbekistondan yosh va iqtidorli mutaxassislar Koreyaga borib, sanoat sohalarida samarali faoliyat olib borish uchun nafaqat O'zbekistonning, balki Koreya Respublikasi Kyonsan-Namdoning ham birgalikdagi sa'y-harakatlari juda muhim. Bugungi memorandum imzolash jarayonida muhokama etilgan asosiy masalalardan biri O'zbekistondan malakali kadrlarni qabul qilishda Koreya Respublikasidagi viza tizimiga oid o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ldi. Oxirgi yillarda O'zbekistondan kelayotgan ishchilar o'zlarini qulay his etib, hech qanday qiyinchiliklarsiz mehnat qila olishlari uchun viza tizimi ancha takomillashtirildi. Shuningdek, ta'lim darajasi va boshqa turli cheklovlar ham yengillashtirildi. Bundan tashqari malakali kadrlarning Janubiy Koreyaga kelib qulay joylashishlari va sanoat sohalarida ishlashlari uchun maxsus qo'llab-quvvatlash markazlari ham tashkil etilgan. Shubhasiz, ushbu hamkorlik memorandumi O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi strategik sheriklikning yana bir amaliy ifodasi bo'lib, kelgusida ikki xalq manfaatlari yo'lida samarali xizmat qiladi.